O'zingizga savol bering. Siz havaskormisiz yo professionalmisiz? Professional tadbirkorda har doim mana bir narsa bo'lish kerak. Shaxsiy reja, biznes rejasi bo'lish kerak. Undan keyin ishlamaysiz hech qachon. Shuning uchun bu modelni o'zgartirish kerak. Yoqmaydi. Nimaga? Chunki siz har doim mana hisobot berishingiz kerak. Aytganini qilishingiz kerak. Har xil mana bunaqa konferensiyalarga qatnashardim. Qancha pullarim ketgan. Aka, Ravshan aka, bayta noto'g'ri qilyapsiz aka. Sanda mana bu отдел продаж yo'q. Sanda model noto'g'ri. Keling bir savol bilan boshlaylik. Sportda chempion bo'lish uchun murabbiy kerakligini hamma biladi. Murabbiysiz odam chempion bo'lmaydi, to'g'rimi? Biznesdachi ko'p odamlar boshqacha fikrlaydi. Menga nima kerak bor bu ustozni? Menga nima kerak bor bu treninglardan? Men o'zim hamma narsani bilaman deydi. Natijachi? Natijada yillar o'tadi, lekin biznes bitta joyda to'xtab qoladi. Muammo nimada ekan? Muammo odamda. Nimaga? Bu odam o'zini professional deb o'ylaydi-da, lekin harakatlari havaskorning harakatlariga o'xshaydi. Sportda bitta qonun bor. Murabbiysiz odam hech qachon chempion bo'lmaydi. E'tibor bering, mana futbol, boks, yana boshqa sportda chempionlarga har bitta chempionni murabbiysi bor. To'g'rimi? Nima uchun? Chunki murabbiy bu sportchining kamchiligini ko'radi, ko'rsatadi va har doim bu odam bilan mana shu ish olib boradi. Masalan, mana men texnika, sportni oling, texnika bilan men o'zim bilamanmi, to'g'rimi, noto'g'rimi? Yo'q. Boksdami, tennisdami, futboldami o'zimcha men bilaman to'g'riligini, lekin tashqaridan qaraganda murabbiy aytadi, noto'g'ri qilyapsan deydi. Mana bu yerda to'g'rilashing kerak, mana bu yerda tezroq yugurishing kerak, mana bu yerda kuchliroq urishing kerak deydi. Murabbiy to'g'rilab boradi. Xulosa qiladigan bo'lsak, demak, chempion bo'lish uchun tashqaridan nazar kerak ekan. Sportda. Biznesdachi? Biznesda xuddi shunday. Mana masalan biz treninglarga boramiz. 100 ta, 50 ta, 200 ta, 300 ta odam yig'iladi. Natija bo'ladimi? Bo'ladi, o'rtacha. Lekin individual ishlaydigan bo'lsak, trener bilan natija yuqori boradi. To'g'rimi? O'shandagina siz chempion bo'lasiz. Chunki sizni xatolaringizni ustoz ko'radi, to'g'rilaydi va siz har doim mana shuni to'g'rilab sifatli harakatlar qilasiz va o'shandan katta natijaga erishasiz. Bitta misol keltiraylik. Men masalan ko'p kitob o'qirdim. Juda ham ko'p bilimlarga ega edim. Treninglarga qatnashardim. Har xil mamlakat konferensiyalarga qatnashardim. Qancha pullarim ketgan. Natija bor, natija, lekin unaqa kutilgan natija emasdi. Undan keyin men individual trening topdim. Ustoz topdim. Individual ustoz bilan ishlagandan keyin ustoz meni kamchiliklarimni ko'rsatdi va talab qo'ydi. Men aytganimni bajarasan, qilasan, o'shanda natija bo'ladi deb. Yoqmaydi. Nimaga? Chunki siz har doim mana hisobot berishingiz kerak, aytganini qilishingiz kerak, o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak. Baribir biz odamimizni baribir dangasalik bor, odam charchaydi, xohlamaydi, lekin ustoz davay, yugur, qilgin, majburlab bizni yuqori pog'onaga olib chiqishga harakat qiladi. Men misol ko'p keltirganman tennisda. Mani texnikamni kim kuzatar? Men o'ynardim, mana ministrlar, har xil anaqalar, katta lavozimda ishlaydigan odamlar bilan bir tennis o'ynardik-da. Turkiya elchixonasi bilan, elchixonani boshlig'i bilan ham o'ynardim. Men texnikamni ko'rmasdim. Undan keyin mana ustoz topgandan keyin ustoz menga texnikamni ko'rsatadigan bo'ldi. Aka, Ravshan aka, bayta noto'g'ri qilyapsiz aka. Nimaga? To'g'ri desam, yo'q, mana qo'lingiz to'g'ri turibdi deydi. To'g'ri harakat qilyapsiz, to'g'ri yugurayapsiz deb. Tashqaridan qarab, men texnikamni to'g'rilashni boshladi. To'g'rilash uchun 1 yil vaqt ketdi. O'shandan keyin men kamchiliklarimni tuzatib, bu ham birdaniga bo'lmaydi. Bu har doim bu takrorlash kerak. Biznesda xuddi shunday. Mana ko'p men tadbirkorlarni ko'raman. Ular aytadiki, mana 1 oy o'qigandan keyin bo'ldi aka, men hamma bilimlarga egaman. Bilim bu natija emas. Bu bilim, bu texnika emas. Amalda qanday qo'llayotganingizni trenerga ko'radi, harakat qildiradi va
bir oyni ichida natija bo'lmaydi. Yaqinda mana bitta o'quvchi man o'qigan, aytibdi, aka men natija ko'rmayman. Boshida aytganman, sanda mana bu отдел продаж yo'q. Sanda model noto'g'ri, o'zgartirishing kerak. Nimaga maqsadlar $1,000,000 ishlab topmoqchi, lekin biznesda $10,000 bir yilda topadigan biznesda $1,000,000 qachon ishlaysan? Ishlamaysiz hech qachon. Shuning uchun bu modelni o'zgartirish kerak deganda quloq solmagandi. Hozir aytyapti, men natijaga erishmadim bir oy o'qigandan keyin. Albatta erishmaysan. Chunki boshida aytganni quloq solish kerak. Yo'q, model noto'g'ri qilingan, modelni o'zgartirish kerak yoki sizning harakatingiz noto'g'ri. Harakat qilmayapsiz. Tashlab qo'ygansiz. Yoningizdagi odamlarga, mana bular ishlayapti deydi. Yo'q. Biznesni boshqaradigan odam o'zi boshqarish kerak. Keyingi pog'onaga chiqarish kerak. Undan keyin topshirish mumkin. Bitta 10, 20, 30%. Qolganini nazorat qilish mumkin. Demak, sportchi bir marta yugurmaydi. Har doim yuguradi, harakat qiladi, xatolarni to'g'rilaydi. Biznesda ham xuddi shunday. Biznesda ham biz bir marta qilmaymiz. Biz bir marta qilamiz, xatoga yo'l qo'yamiz, albatta buni to'g'rilab boramiz. Va har doim bitta harakatda bo'lamiz. Masalan, har kuni, har doim o'lchashimiz kerak. Xarajatlarni, tarabatlarni, nechta odam keldi, nechta odam sotib oldi, konversiya qanaqa. Bu zerikarlimi? Albatta zerikarli. Lekin buni har kuni odatga aylantiradigan bo'lsangiz, o'shandagina faqat natija bo'ladi. O'zingizga savol bering. Siz havaskormisiz yo professionalmisiz? Professional tadbirkorda har doim mana bir narsa bo'lish kerak. Demak, reja, shaxsiy reja, biznes rejasi bo'lish kerak. Undan keyin shu rejani biz nazorat qilishimiz kerak. Kunlik, haftalik, oylik va har doim mana biz buni nazorat qilgandan keyin, kuzatgandan keyin odamlar bilan ishlashimiz kerak. Ularga topshiriqlar berishimiz kerak. Nazoratni yo'lga qo'yishimiz kerak. O'shandagina siz professional bo'lasiz. Xuddi sportga o'xshaganday. Yugurasiz, o'lchaysiz, tezligingizni kam, demak, ertaga harakat qilasiz, kuchliroq, demak, tezroq harakat qilishga harakat qilasiz. Biznesda xuddi shunday. O'shandan keyin o'sish bo'ladi. Har oy o'sishingiz kerak. 15-20% ga. Bir joyda to'xtaydigan bo'lsangiz, siz demak orqaga ketyapsiz. Chunki orqadagi yoshlar, boshqa tadbirkorlar sizga yetib boryapti. Demak, siz har oy 15-20% eng kamida o'sib borishingiz kerak. O'shandagina siz professional tadbirkor bo'lasiz. Shunday qilib bitta xulosa qilaylik. Professional tadbirkor bu kim? Professional tadbirkor bu ustoz bilan ishlaydigan odam. U xatolardan qo'rqmaydi. U tuzatishdan qo'rqmaydi. Bu odam har doim o'zining xatolarini ko'radi, tuzatadi, takrorlaydi va natijaga erishadi. O'shandagina bu odam professional bo'lib, keyingi pog'onaga chiqib boradi. Agar siz professional tadbirkor bo'lishni xohlasangiz, sizga individual murabbiy kerak. Bu topshiriq, tuzatish, to'g'rilash. Bu motivatsiya emas, bu trening emas, bu individual ish. Sizga savol, siz necha yildan beri biznesdasiz? 3 yil, 4 yil, 5 yil. Nechta treninglarga qatnashgansiz? Qanaqa darslar, qanaqa kurslarda o'tgansiz? Qanaqa natijaga erishgansiz? Analiz qilganmisiz? Keling, birgalikda analiz qilaylik. Bu bepul. 1 soat davomida men sizning biznesingizni analiz qilib beraman-da va har bitta qilgan harakatlaringizni biz to'g'rimi, noto'g'rimi tahlil qilamiz. Marhamat, pastda silka bor, o'shani bosing, maslahatga yoziling.